Xo'p, mana bu chetini ham ozgina tekislasak, aha, ana bo'ldi. Mamutlarni ham ozgina tekislaymiz. Tak, ana bo'ldi. Baribir hali unaqa chuqur bo'lmadi-da. Hammaga salom do'stlar. Mana ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, sizlar to'g'ri topdinglar. Men hozir chuqur ichida turibman. Da, men chuqur ichidaman. Men qishlog'imizdagi yangi quduq qazyapman. Chunki endi sizlar bilasizlar-ku, agar videolarimni ko'rsanglar, bizning qudug'imiz har doim buzilib qolardi, nimadir bo'lib qolardi, tozalash kerak bo'lardi. Bugun esa unda вообще suv qolmay qoldi bolalar, ishonasizlarmi? Вообще ozgina ham suv qolmadi. O'shanga aytdi, Kompot tez qo'lingga lapata olgin deb qishlog'imizga yangi chuqur qaziganda. Chunki qishlog'imizda ichga suv qolmadi-da, endi tezroq bitta men hozir chuqur qazyapman. Hozircha endi sal kichkinaroq qoldi. Endi hozir qaziyverishim kerak suv chiqqungacha. Yana bloklab kelib, chetlarini yopib chiqishim kerak. Salom Kompot, nima qilyapsan sen? Yashirin yo'qolsanmi? Yo'q, qishloqqa qanaqa yashirin? Bizani qishlog'imizda hududda suv qolmay qoldi, yangi quduq qazyapman. Kompot, unda tezroq bo'la qol, suv qolmadi uchishga. Yo'q, tezroq bo'lishim kerak. Uni tushmanga qarash bor, tezroq bo'lamiz ikkalamiz. Mana ishim bor endi, Kompot, men ketdim. Sen qishloqqa qarash borsang nima bo'lardi? Qanaqa qilib chiqaman men endi bu yerdan? To'xtaylik, bloklab kelishim kerak edi-yu. Mayli, xo'p, hazillashdim. Men o'zim bilan bunaqa kryuka olganman bolalar. Xo'p, bunda uyimizga bunda otamizda, tak, ana bo'ldi, tayyor chiqib oldim. Qaranglar, men qanaqa dumdumaloq chuqur qazganimmi? Вообще dumdumaloq chiqdi-ya. Ekskavatorchik boraymikin mana shunaqa chuqurlarni qazib qaranglar, zo'r qazibman lekin. Yuringlar aytgancha men sizlarga o'zimizning quduqimizni ham ko'rsataman. Tak, mana ichida hech qancha suv ham yo'q. O'shaning uchun men yangi quduq qazyapman. Hozir o'zimga qaranglar, hech nima yo'q ichida. Tezroq mana buni qilsam, suv chiqsa вообще zo'r bo'lardi. Borib ichishga suv bo'lardi. Mayli, ketdi, bloklab kelib olay. Xo'p, qanichi? To'xtanglar, сообщение keldimi? To'xtanglar, qani bitta qarab olaychi. Voy, bolalar, qaranglar, men yoqtirgan o'yinim o'tibdi-yu уже. Mayli bolalar, men уже ancha ishladim-ku, to'g'rimi? Ozgina o'tirib o'ynasam hech nima qilmaydi. Hali yorug'u, to'g'rimi ko'cha? Hali qorong'i tushmagan. Ulguraman, bemalol kelinglar, ozgina o'ynaymiz bolalar. Mazaq o'ynayim kelyapti, bor juda ham yoqtirgan o'yinim-da bu. Men chuqurga esa keyin ham qazib olayman. Mayli, xo'p, kelinglar, ozgina o'ynaymiz, keyin esa turib ishni ham qilaraman, mayli. Sen qayoqqa ketyapsan? O'ngga bor, xo'p, o'lib qolasan, o'ngga deyapman. Yutqazib qo'ydim, obbo. Mayli, вообще g'alati o'yin ekan bor-u, o'chib tashlayman men. Вообще yoqmadi o'zi menga. Xo'p, o'zi qanchadan beri o'tiribman? Men tushunmadim, notebookda soat nechi bo'ldi bolalar? Men anchadan beri o'tiribman. Qani-qanichi? Voy, bolalar, 4 soatdan beri o'tirayotgan ekanman-u. Mana bolalar ko'ryapsizlar, mana shunaqa kompyuterli o'yinlar sizlarni vaqtinglarni olib qo'yishini, tezroq ish qilish kerak. Magar meni haydab boradi-yu. Hop, tezroq ham narsalarni olamiz-da, ketdi tezroq ana qazigan chuqurimga. Hop, tezroq boramiz. Tushunmadim. Nima bu? Men bitta oyna bilan eshik turibdimi? Nima qilyapti? To'xtaylik, sekin cho'laylikchi. Men ketganimda bu narsalar yo'q edi, lekin bolalar nima qilyapti bular bu yerda? Tushunmadim. Qaranglar, men bitta qanaqadir eshik, men bitta oyna, tan olinglar, sizlar hozir men ichkariga kirib ketganimda kelib qilib ketdinglar buni, to'g'rimi? Bu narsa lekin yo'q edi. Nima qayerdan paydo bo'lib qoldi bu? To'xtanglar, men oynaning ichida yana nimadir bor ekanmi? Qaranglar, nimadir bor ekan yana. Nima deb o'ylaysizlar? Ochib ko'rish kerakmi ekan? Qaranglar, nimadirlar bor ekan ichida. To'xtanglar, menimcha ichiga tushib ko'rish kerak-dek bor-u, lekin bir tarafdan qo'rqyapman ozgina baribir. Nima qilyapti bu yerda? Men qilmaganman-ku buni. Men ketganimda bu narsa yo'q edi lekin. Nima qilaykin bolalar? Mayli, kelinglar bitta ochib ko'ramiz qanichi. Eshik ochildi, ochiq ekan. Kimdir bu yerda bormi? Alo, nima qilyapsizlar bu yerda? Assalomu alaykum. Bu kimmi uyi? Nima bu? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Tushunmadim. Bu nima? Nima qilyapti bu yerda? Men qazigan chuqurimni ichida qaranglar, men bitta qanaqadir eshik bilan oyna paydo bo'lib qolibdi. Hop, ichiga tushsam esa qanaqadir uymi bu endi nima? Qanaqa paydo bo'lib qoldi bu? Bu yerda yo'q edi-ku, men tushunmayapman. Kim buni qazib ketgan bu yerga? Mani mer haydab boradi-yu, hozir tezroq bu yerga quduq qilmasam. Kimniki men bu? Alo, kimniki bu? Kelinglar tezroq, men bu uydan biz tashlanglar, men bu yerga quduq qilishim kerak. Kimniki?
Ajoyib hech kim kelmayapti-yu. Kimniki bo'lishi mumkin-a unda bu? Hop, to'xtanglar, mana bitta как раз kompyuter bor ekan. Kelinglar ochib ko'ramiz kim ismiga bu ana ochilganligini. To'xtanglar, parol bor ekan bu yoqda. Voy, endi qanaqa bilaman? To'xtanglar, mana bitta lampa. Men o'tgan kuni oq kiyimli qishloqni uyiga borganimda shunaqa lampa ko'rgan edim. To'xtanglar, bunda oq kiyimli qishloqniki ekan-da. To'xtanglar, unda tezroq uni uyiga borish kerak. Hop, mana buni bunda otamizni. Hop, u qishloqqa yozib ko'rsatib qo'yaman. Hop, alo, qishloqqa san uydamisan? Kirsam bo'ladimi? Bor, ana uyingni olib tashagin. Nima qanaqa uy? Ana chuqurga quribsan uy. Baxshi qanaqa uy qurganim yo'q lekin. Qanaqasiga o'sha yerda san lampang turgan ekan-u. Nima qanaqa lampa? Tepada turgan lampa haqida aytasanmi? Tushunmadim. Ana uyingni ham shunaqa lampa turuvdi-yu. Qaysi uy haqida gapiryapsan? Kompot, men tushunmayapman. Uzr qishlog'imi, adashimman. Xayr. Bo'ldi, bu oq kiyimli qishloqning uyi emas ekan. Uni lampasi uyda turgan ekan. Unda kimni uyi bu oq kiyimli qishloqniki bo'lmasa? Ajoyib, kimniki bo'lishi mumkin unda bu uy? Voy, voy, tushunmayapman-da, boru. Hop, yana nima bor ekan? Fioletoviy kravatmi? Unda bu fioletoviy kiyimli qishloqning uyi ekan. Bo'ldi, hozir men uni uyiga boraman. Hop, tepaga chiqamiz-da. Voy, tushib ketishimga sal qoldi, lekin ehtiyot bo'lish kerak ekan bu yoqda. Mayli, hozir tezroq tushamiz, uni uyiga boramanman. Hop, qanicha qaraylar u menga, nimaga u menga xalaqit beryapti mana bunaqa quduq qurishimga. Hozir, qishloqqa olib tashlab boramti uyingni. Kompot, sen qo'rqitib yubording, men uxlashga tayyorlanyotgandim endi. Qanaqasiga uxlashga tayyorlanyapsan? Sani kravating ant dedi-yu. Nima qatta mana mani kravatim. Uzr qishlog'i, adashimman. Mayli, hop, uzr. Voy, bo'ldi, bu fioletoviy kiyimli qishloqning ham uyi emas ekan. Unda kimni uyi bo'lishi mumkin? Men tushunmayapman-da. Boru, qaranglar, mana bu uy turibdi. Kimni uyi bo'lishi mumkin? Oq kiyimli qishloqniki emas, fioletoviy kiyimli qishloqniki ham emas. Kimniki unda tushunmayapman. Voy, kimniki bo'lishi mumkin? Kim qurib ketgan buni bu yoqqa? Meni haydab yuboradi-yu hozir. Buni olib tashlasammikin yoki yo'q, olib tashlashim ham, lekin ko'p vaqt ketadi-da. Boru, yenga qaziyman desam ham vashcha zo'rg'a qazigandim men buni. To'xtanglar. Salom qishloqi. Salom kompot. Sanatda quduqni qazib bo'ldingmi o'sha? Yo'q qishloqi, esingdami? Sen boya menga ertalab aytgan eding, yashirin uy qurib oldim. Sen ham qurging kelmayaptimi? Yo'q kompot, menda o'zi bor yashirin uy. Mana men topib oldim. Buni kim qilganidan? Qishloq men bu chuqurni quduq uchun qilgandim. Olib tashlab yubordingizani uyingni. Nima kompot, sen nima deyapsan? Nima deyapman? Bu yoqqa olib tashladingizmi uyingni? Kompot, bu meni uyim emas. Meni yashirin uyim, sen agar o'tingni. Nima bu seniki emasmi? To'xta, sen nima deding? Yo'q kompot, baxchiman dedim. To'xta, nima men endi agrotimda men qanaqa yashirin uy qidirishim kerakmi? Voh, bo'ldi, bu qishloqniki ham emas ekan. Mayli, xo'p. Kimniki unda bu tushunmayapman. Bo'ri, men 3 ta qishloqdan so'rab ko'rdim, sanikimi deb, lekin uniki ham emas, buniki ham emas, uniki ham emas. Kimniki unda? To'xtanglar, ham bor ekan. Voh, mana bu yerda qaranglar, izumrudli bor ekan, qaranglar. Yana mana bu yerda qaranglar, men boshidan sezmaman. Mana bu yerda bunaqa izumrudli bloklar bor ekan. Bizda hech kimda yo'q shakarim, bunaqa. Yana olmosli kiyim ham bor ekan. Yo'q, 100% bizning qishloqlarimizda hech kimda bunaqa kiyimlar yo'q lekin. Mana bu yerda yana garaj bor ekan. To'xtanglar, qanaqa ochdi bo'ladi buni? Ocholmayapman. To'xtanglar, keling, biz o'zimiz yerichak anaqa qilamiz. Hop, qani mana bu yerda daraxt ko'rdim. Mana bu daraxt bundoq qilamiz. Hop, tak, tayyor. Ana bo'ldi, tayyor. Endi esa garajni ham ocha olamiz. Wow, bo'ldi, qaranglar, mana bu yerda mashina bor ekan, mana bunaqa tonirovkali, oynalar va bunaqa tonirovkali. Qaranglar, kimniki bo'lishi mumkin bu? Nima qilyapti bu yoqda? Voy, bo'ldi, qarashib ko'ringlar, bu kimniki bo'lishi mumkin? Tushunmadim, kompot, sabaringni nima qilsa? Rostdan nimaga men o'qiyra o'ylamadim. Mer nima bu san uyingmi? Sen menga chuqurroq quduq qilish uchun qazadigan-ding-u. To'g'ri kompot, men quduq qilish uchun qazadigandim, lekin bunday o'ylab qarasam, juda ham zo'r bo'lar ekan. Shu yashirin uy qilsam, o'shanga shunaqa qildim. Yo'q, mer bizga suv kerak-ku, qayerdan endi biz suv ichamiz? Yo'q, kompot, biz balchuvdan ham suv icha olamiz, to'g'rimi? Yo'q, qanaqasiga balchuvdan suv ichamiz? Bizani ham o'ylagan, qayerdan biz endi suv ichamiz agar mana bu yerda san uying bo'lsa? Yo'q, kompot, menga juda ham kerak bunaqa yashirin uylar. Men qayerda quraman unda bunaqa uyni? Mer, sen bizani ham o'ylagan. Kompot, menga juda ham yashirin uylar kerak. Qayerda quraman unda men o'zimga yashirin uy? Bilmasam, lekin quduqning joyida emas, 100%. Kompot, men bu qishloqda merman. Men bu yoqda aytyapman, bu yoqda quduq bo'lmaydi. Tushunasam, agar men xohlasam suv ham bo'lmaydi. Yo'q, mer, sen jinromsan. Men hozir hamma qishloqlarga yetib bermasan nima deyotganingni. Tushunmadim, men nimadir ovoz eshitilyaptimi? Kompot, nimadir chirsillagan ovoz eshitilyaptimi? Bilmasam, nimadir yorilyaptimi yoki tushunmadim. Nima
kompotda. Ha, tushunmadim, nima bo'pti bu yoqda? Ha, kompot nima bo'pti bu yoqda? Oho, ura, mer mamta qara, men o'zimga suv qotmidim, mana suv chiqdi shu mamtdan. Yo'q, kompot olib tasha tez bu yoqda. Yo'q, qatdan olib tashlayman, endi biz ichimizga suv ham bo'lar ekan. Kompot, iltimos, men narslarimni olishib o'rgan, tezroq qutqarib olaylik ham narsalarimni. Bo'ldi, xo'p, hozir olamiz. Ну, mer bizda to sani lampochka bilan ham kompyuteringni qutqarib oldik. Judayam zo'r kompot, mani izumrudlarim, mani moshinamchi. Ну, mer endi sana mamutni qurishing kerak emas edi-da. Men buni quduq uchun qazgandim. Sen qanday uy qurib qo'yding? Bekor men qurib qo'yibman, boru bu yoqqa o'zi. Endi to bizda ichishga suv bo'ladi. Ura! Tushunmadim, kimdir ichishga suv bo'ladi deyshdimi? Qishloqlar bizani endi qishlog'imizda yangi quduq bor. Mana shundan bemalol suv ichsak bo'ladi. Ho, ura, endi yana bizda suv bor. Nimaga mer xursand emas? Mermi? Ahamiyat bermanglar. U shunaqa bo'lib xursand bo'lyapti. Nimaga men bu yoqda qurdim, men ketdim bu yoqda. Hop, qishloqlar, kimga men toza suv quyib bering stakanga? Menga kompot, menga ham quyib bering iltimos. Bo'ldi, hozir mamutni yopib qo'ying. Sizlarga hammalarga choy quyib beraman. Qochib turinglar. Bo'ldi, bugun juda ham ajoyib kun bo'ldi. Mer ko'rdinglarmi nima qilib olganini? O'ziga qanaqadir qilib mamutga yashirin uy qurib olibdimi, bilmayman. Mayli, zato endi bizda suv bor. Ну что, bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yish esinglardan chiqmasin.